Sel oqimlari tog'li hududlarda jiddiy xavf tug'diradi. Ularning belgilarini va harakat qilish tartibini bilish har bir kishi uchun zarurdir. Sellar bu tarkibida juda ko'p miqdorda tosh, qum va tuproq materiallari bo'lgan shiddatli tog' oqimlaridir. Sel oqimining shakllanish jarayoni juda tez sodir bo'ladi. Ogohlantirish va himoya choralarini ko'rish uchun vaqt juda kam bo'ladi. Sel oqimi ko'pincha poyezd yoki og'ir texnika shovqiniga o'xshash kuchayib boruvchi guldurash, yerning titrashi va suvning loyqalanishi bilan birga keladi. Ogohlantirish signalini olganingizda darhol xavfli hududni tark etishingiz shart. Sel oqimining shovqinini eshitsangiz, darhol balandroq joyga ko'tariling va oqim yo'nalishiga tik holda harakat qiling. Agar sel oqimidan qochish imkoni bo'lmasa, katta qoyaga, daraxtga yoki boshqa mustahkam balandlikka chiqib oling. O'zanda ko'priklar ustida va tor daralarda turish, shuningdek oqimni kesib o'tishga urinish qat'iyan man etiladi. Sel oqimining o'tib ketishi odatda 3 soatdan 5 soatgacha davom etadi. Sel oqimi o'tib bo'lgandan keyin binolarning holatini va muhandislik kommunikatsiyalarini tekshirish lozim. Xavf belgilarini va to'g'ri harakatlarni bilish hayotingizni saqlab qolishga yordam beradi.